Bir-biriga diss otish faqat rep olamida emas, balki adabiyotchilar ichida ham uchrab turgan. Hosilaga 10 ta mashhur misollarni aytib beraman. Videoni boshdanoq like bilan podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, chunki 100 kun davomida adabiyot haqida kontentlar joylab boraman. Yillab davom etgan do'stlik Losani markazga tushirgan mushtidan keyin yakunlanadi. Sababi hech qachon aniqlanmagan bo'lsa ham bunga hasad tuyg'usi sabab bo'lgan deb aytishadi. Folkner Hemingwayni ijodi haqida juda ham yuzaki va sodda yozadi deb ta'rif bergan bo'lsa, Hemingway unga javoban katta tuyg'ular katta jumlalarda bo'lmaydi deb javob qaytaradi. Virginia Woolf Uliss asarini juda ham qo'pol va ko'ngilni aynitadigan deb ta'riflagan bo'lsa, James Joyce Woolf asarlarida umuman ruhiyat yetishmasligini yozgan. Mark Twain Jane Austenni shunchalik qattiq yomon ko'rganidan u haqida mozordan chiqarib olib kallasiga boldir suyagi bilan urgan bo'lardim deb aytgandi. Vidal Kapotni psixologik yolg'onchi deb atagan bo'lsa, Kapot Vidalni yozuvchi sifatida ko'rmasligini aytgan. Hatto bir marta Kapot Vidalni uning o'limi karyerasi uchun yaxshi qadam bo'lardi deb ham yozgandi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kitobxon do'stingizga yuborib qo'ying.